Mana sizlar bugun yana o'rmondamiz. Mana Aleksandr aka tarvuzyapti. Bu kishi Ismatilla aka Sho'rchidan Aleksandr akani bizni ko'rgani, Sho'rchidan nabiralari bilan kelibdilar. Tarvuz olib kelibdilar. Mana hozir hammamiz baham ko'ryapmiz. Mana Rashtaga ham shu yerda. Ustalar ham choy ichyapti. Rustam aka qanisiz? Qochib ketyapti. Ana endi qanib Rustam aka. Tashagani haqiqiy nima deydi? Shogirdi. O'rmon kasaliga chalingan odam. To'g'rimi? Assalomu alaykum. Nechun bo'yapsiz? Salomatsiz. Xullas. Tushlik vaqti. Tarvuz time. Assalomu alaykum azizlar. Biz bugun Aleksandr Fedinning o'rmonidamiz. O'rmonga Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan Ismatilla aka Normurodov kelganlar. Aleksandr akani bizlarni ko'rgani, hozir guringlashib o'tiribmiz. Sho'rchilik Ismatilla aka Sho'rchida shu Bobotog' tomondan ekanda. Menga qiziq tuyuldi, u kishi yashagan joylar, yashayotgan joylar bir nima deydi? Daraxtlar ekib bir o'rmon qilmoqchi bo'lgan ekan bu kishi hamda bir fikrlarini olamiz, hozir eshitamiz. Ismatilla aka Sho'rchida tug'ilgansiz. Sho'rchida tug'ilganman. Sho'rchida tug'ilganman. 71-yil armiyadan kelgandan keyin o'rmon xo'jaligi rahbariga shobir ishladim. Shobir bo'lgan ishlab, shobirdan keyin shu Bobotog' o'rmon xo'jaligi bo'yicha butun tog'ning hamma yeriga rahbar bilan chiqib, shu juda ixlosim ortib qolgan tog'ni juda yaxshi ko'raman. Shu bir yerga og'aynilar ham yashashadi u yerda. Keyin o'zim ham shundan keyin tog'ga mehrim oshib qolgan. Shundan buyog'icha Bobotog' o'rmon xo'jaligining hamma ishlariga aralashib yuraman. Undan keyin 98-yil, 2018-yildagina bir prezidentning 44-24 qarori chiqdi. Qaror bo'yicha keyin o'rmon xo'jaligining yerlarini fuqarolarga kuch yetgancha shartnoma asosida berish to'g'risida. Undan keyin men ham o'rmon xo'jaligi direktoriga uchrashib, bundan keyin 100 gektar yer oldim. 100 gektar yer olib yerda endi shartnoma bo'yicha to'lovmasini juda solig'ini baland qilib bergan ekan. Hektariga qisqasi 100 hektariga 24 million yilga to'layotgan bo'ldik. Pista asosiy yerda pista zor deb oldik hujjatda. Lekin yerda pista 1 yil Bobotog'da bo'ladi, 1 yil bo'lmaydi. Shuning uchun pistani ham shu yillar bo'lmay qoldi. Pista yo'q, 24 million soliq to'lash qiyin. Biz qator juda ko'p odam o'ldi shu yillar. Ular hech qaysi ham to'lay olmay qoldi. Buni barini bekor qildik, shartnomani bekor qildik. Keyin shu yerda keyin pistalarda qiziqish hozir ham summa yo'q. Shu hozir ham harakat qilib yuribman. Shu yerdan mana bir 200 gektar pista maydon olib, shu yerda Bobotog'da pista qanday bo'lishini ko'rsatmoqchiman men. Bu yerda topshirib yordingizmi? U yerda topshirib berdim, 100 gektar topshirib berdim. Hozirga endi yana bir 200 gektar olib, mana to'lov solig'ini bir me'yorda qilib, maqsad 200 gektar olib bu yerda pistaga ishlov berib, u yerda pistalarga shakl berib, u yerda pistalarda vaqti-vaqt tagini yumshatib, bu qarasa Bobotog'da pista zo'r pista bo'ladi. Bobotog'da pista, endi u yerda keyin anzur piyoz degan narsalar bor, yovvoyi bodom bor Bobotog'ning ustida. Shundan tashqari kavrak, mana o'simlik bo'lyapti, kavrak. Kavrakdan tashqari ham juda ko'p dori bor o'simliklar ko'p. Bulardan olib bir ancha foydamiz deyardi. Shunga juda qiynalib yuribman, shunga endi qayerga arziya qilib shu yerda nima qilish bilmay yuribman. Mana sizning oldingizga kelishman maqsad. Shuni bir maslahatini so'rab, shunga bir maslahat bersangiz, shu yerdan bir 200 gektar yer olib, shu Bobotog'da pistani yangidan hosillarini oshirib, hozirgi olayotgan soliqdan bir 100 barobar oshiraman. Hozir bir gektardan bir 2 yilda bir marta shartnoma tuziladi, borib aprobatsiya degan o'rmon xo'jaligining bir mas'ul qonuni bor. Shu bo'yicha pista pishgan paytda aprobatsiya qilib chiqadi. Pishgan, pishmagan pistalardan mas'ul soliq shunga qarab belgilaydi. Lekin hech narsa pista yerda gektariga hech narsa pista topshirilmayapti hozir. Mening endi maqsadim shu yerda o'z topshirmaganning pistani bo'lmasligining sababi ham bari
Shu yerda xalqning chorva mollari, mahalliy aholining chorva mollari buni kiyib ketadi, pistani payqon ketadi. Shunday gulga o'tirgan paytlari oralatdi. Buni hozir Urmoq xo'jaligida bir yomon illat bor. Shu pistalar gulga o'tirgan paytda bularning yerini shartnoma asosida keyin chorvaga tarqatib beradi. Chorvalar nima u? Molni apparatlar keyin ul xohlagan yerga boqadi. U yerda mana mol deng ul ichida qora mol ham bor, ushoq mol ham bor, uning ichida echki ham bor, qo'y echki. Aynisi echki degan narsa bu pistaga o'ch bo'ladi. Shu chiqib pistani osilib, butun tomon yeb, barglarini yeb, hosillari shuning sababi bu yerda Urmoq xo'jaligida hosillari yo'q sababi. Boshida bir paytlar men bilaman shu 70-yillarda ishlagan paytimda 106 tonnalab pista bergan Urmoq xo'jaligi. Hozir Urmoq xo'jaligi bir yilda 20 tonna egam yetkazmaydi, 5 tonna 6 tonna pista beryapti. Lekin shu pista shu 94-yil 74-76-yillarda Moskvadan ikkita uchta bir rus yigitlar kelib tajriba uchastka qilib Bog'dodning tepasida 4000 gektarga bir pistani etib sharnovini ekdi. Ana ular keyingi yillarda shunday bir 7 yildan keyin 8 yil pista aslida 23 yildan keyin hosil beradi. U tajriba qilgan olimlar, endi olim yigitlarning ekkan pistasi 7 yilda 8 yilda hosil berdi. U shunday yaxshi hosil berib, shunday yaxshi pista bo'ldi. Bog'dodning tepasiga chiqib agar ko'rsangiz, plantatsiya usulida ekilgan shaxmat masala juda chiroyli bir odam bir borib bahrdil ochilib, mana Fedin buvaning joyida qilib bana qilib o'tirib, pistani taglarida bir pistaga ishlov beradigan bir mehrni berishga bir mag'lasi bunday pista. Hozir ular qarov yo'q. Xohlagan boyagi pistalarning ishlarini shartnoma asosida molga oladi. Ozroq shartnomalar suzib pul to'laydi, mana shu molga o'rishga deb. Aki bana molda haydab beradi, mol bilgancha pistalarni yeb, payqon qilib, endi buni gapsa o'sha bo'lib ketadi, juda pistalar xarob boqildi bu yer. 2023-yil mana shu Aleksandr akani o'rmoniga kelgan kunda ertasigami adashmasam, yo bir kun oldinmi xullas, avgust oyida edi. Borganmiz Bobotoqqa. Ro'zigul opa Safarova bilan. Oqmachit qishloq. Oqmachitlarni to'g'ri. Kafarnixon doirani yoqasigacha borib, juda chiroyli balıqlarni yeganmiz. O'sha yerda haqiqatda ilonizi yo'lda atrofida ikki tomonda pistalar juda ko'pligini ko'rdikda. Va o'sha o'rmonchilar aytishdiki, mana shu ekologlar aytishdiki, yanada ko'paytirish mumkin joylarda pistalarni. Eshitdi endi lalmi asosan u yerda pistalarni o'sha kichkina ekayotganlarni ham ko'rdik o'rmonchilar. Agar nima deydi, har bir insonning qalbida bitta Aleksandr Fedin yashasa, bu taqir joylarni, cho'l joylarni jannatga aylantirsak bo'ladi. Suvda aytishimiz mumkin, suv yo'q-ku deb. Yo'q. Masalan, mana shu yerga kelayotgan, o'sha kichkinagina ariqda kelayotgan, mana shu Fedinning o'rmoniga kelayotgan suv ham asli ozgina turbadan keladi. Daraxtlarning tagidan o'tadi-da, yana so'mbarga tushib ketadi. U nima deydi? Faqat ariq sifatida yurib, bu yoqdan o'rmondan olsa ozgina namlikni oladi. O'rmon oladi, qolgani daryoga tushib ketadi. Daryoga tushib, nimaga, ko'lga tushib ketadi. Suv omborga tushib ketadi. Endi bu yerda qarang, Bog'otoq o'rmon xo'jaligining 78 ming gektar maydoni bor. Shuning hammasi pista bor. Pista bor, bu pistalar halmi. Yerga suv kerak emas, suv tashish kerak emas. Faqat bu yerda qorovullik qilish kerak, qarash kerak, moldan asrash kerak, chorva mollarni asrash kerak, shakl berish kerak, tagini tevish kerak, yilga bir ishlab berish kerak. Ana shunda ki yerda pistani boshqa qilmay qiladi. U paytlar men aytayotgan paytlari 76-77-yillarda 106 tonna bergan bo'lsa, hozir 1600 tonna pista beradigan darajada Bog'otoqda pista bor. Pistani uni faqat qorov yo'q. Ana shuning uchun men sizga aytayotganim buni u yerda borib odamlarga men shu prezidentga ham shu o'rda yozaman. Ishsizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha shu Bog'otoqda yerlarda bir 50-100 gektardan bo'lib bersa, mana shu yerlarda odamlar qancha odam ish bilan ta'minlanadi. Dehqon xo'jaligi bo'ladi. Dehqon xo'jaligi bo'ladi. Yoki xususiy 50 gektar 100 gektar qilmaydi mana.
fermer xo'jaligi bo'ladi, dehqon xo'jaligi bo'ladi, shunday qilib 35 gektargacha, sotiqqacha bo'lsa dehqon xo'jaligi. dehqon xo'jaligi bo'ladi. Undan oshgandan keyin fermer xo'jaligi deydi. Yakimizda shartnoma asosida bersa 30 yil, 50 yilga deb beryapti. O'rdaki boya odam olgandan keyin o'rning pista ham olishga harakat qiladi, ishlov beradi, shakil beradi, tagini tepadi, unga o'g'it beradi, turli o'g'itlardan beradi. O qarov bo'lgandan keyin moldan asraydi, boshqa asraydi, undagi hosillar oshadi. Hozir bu yerda o'rmoq xo'jaligi meni qo'limda bir ikki danalar bor, men sizga buni ko'rsataman. Tojikiston chegara, bu tomoni O'zbekiston, bu tomon Tojikiston. Родился между Таджикистаном и Россией, вот так вот. А. Родились все. Onam qaysi я o'tirgan deb hech tushunmadim. Onam sen bu yoqda ular yigitlar shuydi. Mana shu deb to'g'ri. Kam desam, zato ishlaydi. Bir kishi, 3 kishi oilada bo'ladi. Keyin men aytayotgan yer Tojikiston tomoniga qarang, chegara ham hozir chegara tartilgan yo'q. Turatilmaydi deb ketgan yerda chegara. Bu yerda hozir bo'lganki, bu O'zbekiston. Tojikiston chegara tomonda kishilar ko'p bo'lib yashab turibdi. Mana men shu rasmlarni olib kelib mana sizga beraman. O'zbekiston tomonini ko'rsangiz, qurab mana mol payxon qilib tayyorlaganini qarovsizlikni shunday bilasiz. Shuning uchun men ko'p yildan beri magan o'rmoq xo'jaligi vazirligiga, bosh vazirga, prezidentga xat yo'llab beraman, shunday. Shu aytganimda meni ko'nglimda bo'lib keyin prezidentning xudo bir ko'ngliga urdimi, keyin shu 44-24 sonli farmon chiqdi. Prezidentning farmondan keyin buni bo'lib bergandan o'rmoq xo'jaligining o'zlari soliqni oshirib berdi. Bundan keyin buni odamlar to'lay olmadi. Juda ko'p odam bo'ldi buni. Hammasi talab ketdi bari. O'rmoq xo'jaligi hozir agentlik bo'lgan. Agentlik. Agentlikdagi mas'ullarga men gaplaringizni yetkazaman. Hamkasblarimiz bor. Ya'ni agentlikda men yaqinda meni jamoatchilik kengashiga a'zo qilishdi. O, yaxshi. O'rmoq agentligining jamoatchilik kengashiga men albatta bu haqda agentlik rahbariyatiga yetkazaman gaplaringizni, fikrlaringizni. Endi Aleksandr aka to'g'risida gaplashsak, ya'ni qayerdan eshitdingiz u kishi haqida? Aleksandr akani, Sashka akani to'g'risida men o'zim 77 yoshda bo'lsam ham telefonda hamma tomonga kirib shug'ullanaman. YouTube deganni, Facebookda, ko'proq Facebookda ko'raman. Qarasam bir kun shu o'rmoq xo'jaligi ta'lig'ida Fozil Farhod jurnalist shu yerda shunday bir mana so'mbarni bilaman men. Oqtepa so'mbari. Oqtepa so'mbarni bilaman, asaldan bilaman. Bu yerda bir to'ylarda o'tkazganmiz, to'ylarga. O'rmoq xo'jaligi, men aytdim, o'rmoq xo'jaligi yo'q edi. Ko'rsatyapsiz, mana yo'ldan kelyapsiz, ichkari o'rmoq juda chiroyli. Qizib qoldimda bu har sizning nimangizni ko'radim bo'ldimda keyin. Har kuni kavlayman, Fozil Farhod deb buni qidirib beraman, chiqadi, ya o'zingizniki chiqib turadi. Qarayman, juda yaxshi eshitish bo'lyapti. Bir bechora musofirda. Qarang, bir musofirning ko'nglini topish endi men qo'y eski kitoblardan bilmayman. Bir musofirning ko'nglini topish endi bir jannat meni ziyorat qilish degan gap bor, Kabani ziyorat qilishday. Shunday rahmat, mana siz buni odamni yuzaga chiqarib, mana bu odamning tarixini men keyingi o'taman telefonda o'qib ko'ryapman, juda qiynalar ekan. Mana qarang, endi odamlar bu yerda xalqqa qanday endi menda o'ylagan maqsad nima bo'lgan, buni bechorani borib psixbolaga yotqiz, buni boshqa qil, mana shunday qilgan o'rmonlarni tartib olib qo'yib, ya rahmat sizga, mana shuni boshqatdan shu odamga qaytarib berib, mana qarang, mana ko'zim bilan telefonda ko'rganimga men qanday joy ekan deb ko'rdim. Mana qarang, qanday go'zal, qanday chiroyli. Yana men qo'shimcha sizning sa'y harakatingiz bilan bir yaxshi bir tashkil qilib, buni ishlarni bir chiroyli qilib o'birga qilib qaytadan bekarani kesib tashlab, keraklarni qo'ysa, bu yer bir jannat joy bo'lar ekanda. Bu yerda katta bir dam olish deymizmi, sanatoriy deymizmi, ochib mana ko'lning yoniga dendrologiya bog'i bo'ladi. Ya'ni bu yerda tabiiy o'rmon, ochiq osmon ostidagi o'rmon hamda o'sha daraxtlarni turlarini o'rganadigan, hayvonlar turlarini o'rganadigan bir ilmiy markazga o'xshagan joy bo'lar ekan. Zo'r bo'ladi. Botanika bog'i bor Toshkentda. Botanika bog'i ham bor. Dendrologik park bor, bog' bor. Endi boya aytganingizdek, uning ichiga keyin bir Rossiyalardan, qayerlardan bir qiziq shug'ullanadigan kishi bo'lsa, ko'chatning mana Rossiya nimalaridan, turli ko'chatlardan olib kelib, maqsad chiroyli bog' bo'ladi. Aleksandr akani nima mana shu o'rmonga juda ko'p mamlakatlardan odamlar keladi. Kelib, ko'rib, o'rganib,
Hatto bu bog'ga xaridor bo'lganlar ham bor ekan. O olib berdim bir yangi Davlatlar. bir narsa quramiz ham deydi-da bu yerda. Ya'ni o'sha bu bog'ni qanchaga sotasizlar degan Deydi bular. xaridorlar ham bo'lgan ekanda. Aleksandr aka yo'q, sotmaymiz deb aytdi. Her bir şeyden bu şeyde uçsun, doğrudan sürsün bize. 3 kişi, 4 kişi. Боксерлер. Боксер именно просто одеяло там такое мощное. Ох, один сел, тоже вихрь. Сзади. Такие крупные коты вихры идут. Да. Вихрь в этот сел и сейчас он сидит. Katта-kattashni teshik. Yovvoyi kaptar, yovvoyi kaptar. Bulbullarni qarang. Bulbul. Kaptar sayrayapti, bulbul. Endi hozir bulbul. Kechirasiz, bulbul maydagina narsa. Ha, kichkina. Mashinka deydi, yana undan betar mayda. Через spitsu o'tkazadi. Ismatilla aka, O. Bobotoqqa adashmasam Pirimqul Qodirovni, Normurod Narqabilovni olib chiqqan ekansiz. Yukovlarni ikki navbat olib chiqaman. Gavurgan degan joyga. Gavurgan endi o'zimizning tarixda ko'p yozilgan mening viloyat jurnalistlar mas'ul reisi vardı ana. Teshamuni yozishdi. Mingzat Safarov. Ha, Mingzat Safarov. Mingzat Safarovlarni uchalasini birga olib chiqqanman. Shunda Mingzat Safarov ekologiyani boshlig'i ham kelyapti aka. Sizni ish yordamingizga ketmay tursinlar. keyin Qadimiy bor edi. O'tiring. Mingzat aka. shunda Mingzat Safarov bilan ular ikkisi bo'lib keldi. Biz keyin Pirimqul aka, Ha. Pirimqul Qodirov, Mingzat Safarov Teshamuni uchalasini olib Fayzoboddan Gavurgan degan joyga olib chiqqanman. Shavkat Enva Fazl aka. Gavurgan ilonlar makoni deb bu yerda juda tarixi baland. Mingzat Safarov bu to'g'rida ko'p yozgan. Ilonlar makoniga orilib borib ishlarga orilib hamma tomonni ko'rib Pirimqul Qodirov shunda qilib berganda. Ol mana Qorako'z romani bor-ku. Qorako'z romanining ikkinchi qismini yozaman deb shunda material yig'ishga kelgan ekan. Shunda ko'ring berdim men Qorako'z romanida maqolada ko'ring berdi. Bir kitobni olib kelgan ekan, menga sovg'a kitob ham o'zimda rasmlarimiz bor. Shunda Izdon kolxozning raisi Narqobul degan odam bor. Juda mashhur rais. Shu bechora menga kitobni menga sovg'ang dedi. Yo'q dedim, men shu bir Ismatullaga sovg'a qilaman deb Pirimqul Qodirov Qorako'z romanini menga sovg'a qilgan. Ichiga o'zi olib Pirimqul Qodirov yozib. Undan keyin ko'p o'tib ketdi. O'rmon xo'jalik bilan endi nima bilaman borib u yoqqa aloqador bo'lib. Keyin bir kun Narqobul ikki daryo oralig'ida degan bir eshitish olib yurdi. Kimda keyin hokimga kelgan ekan, ana Abnazar Baxshi bilan birga keldi. Bizga bitta yo'l tutib beringlar. Gavurganga borib Gavurganda olib kelamiz deb. Keyin Erkinboy Niyaz degan bir hokimimiz bor, meni chaqirtdan keyin Ismatilla aka, siz endi shu odamlarni olib bir Gavurganga chiqarib kelinglar. Siz Gavurganda yaxshi bilar ekansiz. Keyin bu men ham Narqobulda ham keyin Gavurganga chiqarib bir kecha o'tirib katta 7 qism kinasini olib kelgan, kinamiz bor. Shuni keyin o'tib qo'ymay qoldi. Ilgari har yilga bir marta qo'yib berardi. Ikki daryo oralig'ida. Mana. Shu undan tashqari ham men shu Bobotoqda qandaydir mehrim bo'laklar Bobotoqqa. Shu endi shu yerda katta bo'lganman, shu yerda og'aynilar bor, boshqa bor. Ularga qiziq qolganman. Mana Fedim bovaning nimasini olib chiqqanidan keyin shu aytdim, bu Fedimni bugun ashkali men ham o'rmonni qayta tarbiya qilyapti ekan. Fozilboyga men ham aytdim, men ham shu Bobotoqdan keyin qayta yana bir 200 gektar yerga, ya'ni men ham bir pista maydon olsamdan qaytadan bir men ham Fedimga o'xshab bir boqsam degan maqsad sizga keldim deb. Nasib qiladi. Endi Ismatilla aka, bir ziyoratgoh bor ekan sizlarda. Haqida ham bir gapirib bersangiz. Endi Bobotoqda Hazrat Bobo degan ziyoratgoh bor. Hazrat Bobo aslida Bobo Qambar Hazratlari degan nima asl nimasi? Bobo Qambar Hazratlari payg'ambarimizning ot boqarlari. Ya'ni shu armiyasining
ot boqarlarını başlayaganda pir ekanda Baba Gambar Hazretlari. Endi ba'zi manbada keltiriladi. Baba Gambar Hazretlarining o'zi ko'milgan deydi. Baba tog'da Hazrat Baba qabriston. Ba'zi bir manbada keltiriladi. Shu bundan bir 200 yillar oldin borganda shuning bitta qarisi shu nimada Arabistonda Baba Gambar Hazretlarining qabridan to'proqni olib kelgan, ramziy qabr qilingan. Shu sabab Baba Hazrat Bobojon Baba Gambar Hazretlarining qabri deyiladi. Lekin juda bir go'zal joy. U yerda odamlar befarzand odamlar borib farzand tilab maqsa Allohdan Allah beradi. Allohdan tilab farzand bo'lib ketganlar bor. Endi ko'p odam bu yerda tarixiy gap qiladi. Shu Hazrat Boboning badallari bor. Osh to'ydiraman, yalang'och kiyindiraman degan va'dalari bor. Shu yerda keyin mana mustaqillik bo'ldi, boshqa bo'ldi, mamlakatlar bo'linib qoldi. Chegara tartilib qoldi. Chegara nar tomonda qolib ketdi. Bu tomonda biz tomonda masjid qoldi. U tomonda qadim joy qolib ketdi. Shunda keyin Tojikistonning bir Shahartuz degan Shahartuz tumanining hokimi befarzand deganda. Shu odam shu juda xarob joy edi. Quruq qabriston bitta nimaligi. Qabr oldida endi u yerda chiqib ko'rsangiz biz Surxondaryo tomondan bir 60-70 kilometr qarang. Nari tomoni Shahartuz tomoni tumaniga qadar bir 50-60 kilometr. Lekin u Hazrat Boboda qabriston qayerdan kelgan? Qayerdan buni bo'lgan? Qayerdan buni bo'lgan hayron qolasiz-da. Aytavering. Shunda keyin mana Shahartuz hokimi befarzand bo'ladi. Shu yerga kelib boya qabristonga kelib Hazrat Bobojonning qadim joyi tashlanib turardilar biz borishda. Shuning ustiga bir maqbara qurdirdilar. Mana maqbara rasmlari bor. Menda maqbara qurdirdi, gasinsa qurdirdi, masjid qurdi qarang. Shu 60 kilometrdan bir mashinalar qanday qiynalib chiqarib qurdi. Boya befarzanddan ham o'g'illi bo'ldi qarang. Ham bir ikkita uning orqasidan qizli bo'ldi. Hozir uning Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi, salomat vaqtingizmi? Ne bileyim. Hormanglar. Salomat. Yaxshimisiz? Rahmat. Xudoga shukr. Baba tog' to'g'risida fikrlarni olyaptik. Yaxshi ketamiz. Davom etavering. Sashka qanday? Rahmat aka. Bilaman. Davom etib ketavering. Keyin shu Shahartuz hokimi boyagi maqbara qurdi. Gasiz mehmonxona qurdi, masjid qurdi, Hazrat Boboning ustiga yo'q. Shu odam hozirgi kunda tuman hokimligidan Tojikiston Respublikasi o'rim xo'jaligi o'tib ketdi. Shu odam farzandli bo'ldi, haqiqatan o'g'il ko'p yil farzandsiz yurgan ekan, farzandli bo'ldi Hazrat Bobodan. Shu endi men ham bu to'g'rida ko'p prezidentga, bosh vazirga, respublika ekologiya o'rim xo'jaligi xatni murojaat qilaman, shu yoqqa bizdan bir yo'l chiqarsak. Bu bor yo'q 15 kilometr. 15 kilometr yo'lda qiyinchiligi bor o'zgarasi. Unga bir mablag' ajratib, nimaga tushirib, loyiha qildirib, bir yo'l chiqarsak, shu juda ajoyib ish bo'lardi. Men shu Chegara bor-da. chegaradan bergi betiga biz o'zimiz qilaylik. Nima bo'lsa, nari betiga endi bu chegaradan keyin mamlakatlardan vazirliklar bilan kelishib shu bir xavfsiz hudud qilib bu bet sal bir aylantirib qo'ysa, undan keyin ziyoratchilarimiz oshardi. Men mana Arabistonda nimada bo'ldim? Ziyoratda bo'ldim, Katajda bo'ldim. Shu Afg'ondan o'tib ketgan o'zimizga qarang. Afg'ondan keyin Pokiston borgan. Pokistondan keyin hajda birga bo'lib qoldi bu yerlardan. Keyin dedi, sizlarda Hazrat Bobo bor edi, bobolarim gapirardi. Qarang, unda bizlar qator yigit mening bobolarim gapirardi, Hazrat Bobo bor edi, Hazrat Bobojon juda bir nimalarga shunday odasi bor edi deb bobolarim gapirib, otamlar gapirgan. Yalang'ochda kiyintiraman, osh to'ydiraman degan va'dalari bor. Shu yerda shunday juda ixlosi bobomlarning balandida yig'lab o'tib ketdi. Shuni borib qaytib ziyorat qila olmadim. Hazrat Bobojon deb mana shu yerda Arabistonda eshitganmiz. Shu yerda keyin odamlar bilan endi o'zimiz Surxondaryo xalqi, Qashqadaryo, butun mana shu atrof Hazrat Bobojonni juda yaxshi biladi, juda qiziqadi boshqa. Borib ziyoratga borishga kelganlarning nechavi mana Qashqadaryo Chiroqchi, Qamochida do'stlarim bor. Do'stlarim kelib menga shu olib chiqib ziyoratga boraylik dedi. Ziyoratga borib keldim. Shu yerda keyin borib mana Hazrat Bobojonni ziyorat qilib
Shular ham ixlosi balandligidan kelib shu tomonlardan kelib ziyoratga kelib ketdi. Hozir ham mana qo'shnilardan ko'p keladi, Hazrat Bobga ziyoratga chiqaring deb, yo'l uzoq, borish qiyin. Sharoit og'ir. Shuning uchun men bu yuqori tashkilotlarga murojaat qilib yuribman. Shu yerga yo'l chiqarib bersa bizga. Bir odamlarimiz bemalol borib ziyoratga kelaversa, Ozarbayjonda bir shunday bir ulug' ziyoratgohda ziyorat qilsa, undan tashqari borib yerlarda bir dam olish zonalar qilish imkoniyati bor. Turistik zona qiladigan imkoniyatlar bor. Turistik zona qilsa bo'ladi. Undan tashqari Piyasimas degan buloq bor. Shifobag'ish buloq, juda mashhur buloq Shifobag'ish. Shu Shifobag'ish buloqlarning suvidan odamlarni olib ichsa, ko'p kasallar mana o'zimiz bor, ichib mana men 77 yoshda bo'lyapman. Shu Piyasimasning suvining hisobiga har yili borish bir yarım ay yurib borib suvini ichib kelaman. Shuni hisobiga hech qanday kasal degan narsani bilmayman. Hamma tomon sog', tog'da yuraman, charchash degan narsani bilmayman. Mana shuni hammasini uning Ozarbayjonning hisobiga qolaversa, shu Piyasimas buloqlarining suvining hisobiga juda bu beraman, baquvvat, sog'lom bo'lib beraman. Shuning uchun mening bir hukumatdan, o'rmon xo'jaligidan, qo'mitadan iltimosim shu edi. Shu yerlarga borib rahbarlar shu ahamiyat bersadan shu yerlarga borib bir 15 kilometr bizga prezident e'tiborga olib yo'l chiqarib bersa, bizning Surxondaryo, Qashqadaryo xalqlari juda xursand bo'lardi. Ziyoratga borishga, boshqa mana shu tog'ning giyohlardan, darvor giyohlardan foydalanishga, shu yerga borib dam olib kelishga imkoniyat bo'lardi. Shuni bizga iloji bo'lsa, bizlarga shu yerdan bir 15 kilometr yo'lni ta'mirlab chiqarib bersa. Undan tashqari bizning harbiylarimiz bor shu yerda. Harbiylarimiz ham mana Sulomon degan yerda ularning chasi bor. Chasdan 15 kilometrda piyoda suvara bir har qaysining iynida 20 kilo yuk bilan shu yoqqa toqqa chiqib ketadi 15 kilometrga piyoda. Harbiylarimizdan juda foydalanib qolgan bo'lardi shundan, shu yo'ldan. Mashina bilan chiqib, mashina bilan qaytib kelardi. Chegarani qo'riqlash ham oson bo'lardi. Bu yerlarga harbiylar mashina bilan chiqib, mashina bilan kelib juda bir yaxshi ish bo'lgan bo'lardi, savob ish. Mening endi maqsadim, fikrim ko'p yildan bilmagan yuqori tashkilotlarga yozib siz harakat qilib yuribman, iltimos qilib, endi bizga shunday bir 15 kilometr yo'l ta'mirlab chiqarib bersalaringiz, bizni xalqimizga qulay bo'lsa, tog'da pista o'rmon xo'jaligining pistalarni bo'lib berib aytganda 50 gektar 100 gektardan shartnomalarni to'lovlarini arzonroq qilib bersa, pistalarga qarab yaxshi bo'lardi, pista hosildori oshardi. Bu yerda undan tashqari ham o'ziga yarasha chorva qilib xalqimiz boy badavlat yashardi va ko'p odamlarimiz ish bilan ta'minlangan bo'lardi. Shuning uchun mening iltimosim, agar bu yuqori tashkilotlarga, shu qo'mitaga yetib borsa, qo'mita rahbarlariga shu yoqlarga yo'l chiqarib berish chorasini ko'rsa, prezidentimizga, prezidentimizning mana administratsiya bo'limi boshlig'i Mirzayeva qizimizga iltimosim, shu yoqqa agar bir imkonini topib yo'l chiqarib bersa, shuni inobatga olsa, e'tiborga olsa, qancha odamlar ish bilan ta'minlanardi. Bu yerda mana ziyoratlar yo'lga qo'yilardi. Qancha odamlarimiz bor, ziyoratga borib, ziyoratlarda mana Sangatda, Qanjiza, Xo'jaobgar, Xo'jaipak deb mana shularda qancha hukumatlar ham o'tishyapti. Bizning shu Bobotoqda ham, Ozarbayjonda ham shu ziyoratchilarimiz borib, bizning Ozarbayjonga ziyoratchilarimiz juda oshib ketadi. Chunki Ozarbayjonlarga boratan Hazrat Boboning tarixi, Bobo Qambar Hazratlari deb buning tarixi juda katta. Bundan bir 300-400 yil, 500 yilga payg'ambarlar davriga borib qoladi. Buning bir o'zgacha bir nimasi bor. Odamlar ixlosi bilan bergan. Agar shu narsalarni yo'lga qo'yib bersa, bor bu yerlarda ziyoratlar yo'lga qo'yilsa, bu yerlarda aholilar chiqib, turistik zona tashkil qilsa, ancha ishlar bir o'z mamlakatga 2-3 yilda shu yerga xarajlar qoplanib ketardi. To'g'ri xatlarimda ham ko'p yozganman. Shu yerdagi darvor giyohlar, kovrak o'simligi, yovoy bodam, pista juda pista, endi bu yerda pista ekilgan, qarov yo'q. Pistalarimiz shunchalik
qora baq bo'ldi. Men buni istagan yerda istagan odamlarga borib isbotlab berishim mumkin. İstegan odam menga kelib mana isbotlab yuring bizda shuni ko'rsatib bering desin. Men borib Tojikiston tomonini O'zbekiston tarafga ko'rsataman, qiyoslaganman. Rasmlarim ham bor. Mana shuning davomiga rasmlarini ham tayyorlab beraman, qo'shib tayyorlayman. Tojikiston tarafı ko'p, pistasi ko'p shunday bir yashnab turibdi. O'zbekiston tarafida chorvani qo'yib chorvaga nima qilgan e'tibor yo'q. Shunchalik pistalari xarob, qurab nima bo'lyapti, bir hosildorlik yo'q. Pista abgar holatda mening hukumatdan, prezidentdan iltimosim shularga e'tibor qilsa, pista hosildorlik shu yerda hozirgi kunda men bilaman bir 10 yillardan beri 20 yillardan beri ham bilaman. Balki undan ko'proq bilaman, lekin o'zda pista hosildorlik juda past. O'sha yilga 5 tonna, shu bo'lgani bir 20 tonna, 20 oshmaydi. U o'tadın balandda pistalar bir yillari 100 tonna, 106 tonnalab pista berganini bilaman. O oralarda ham ancha tonnaga chiqqanini bilaman. Keyingi vaqtlarda qora yo'qolib ketdi. Chorvaga butun ixtiyor berilib ketdi. Chorvani qo'yib ketdi yo'qa. Shartnoma o'tkazadi, chorvani yedib ketadi, katta ferma xo'jaliklar chorvasini borib haydaydi. U yerdagi mahalliy yashovchi aholilarning o'zining chorvasi ham juda oshib ketgan. Pistani butun pistazorni payxon qilyapti. Shuning uchun men hukumatdan yuqori tashkilotlardan iltimos qilardim. Shularga e'tibor qilsa, agar hukumatga foydasi yetib o'tadigan foydalanishda to'g'ri ko'z bilan qarasa, o'sha tomonlarga e'tibor qilsa, u yerda ancha hukumatga foyda bo'ladi. Ulardan mana 13 kilometrlik yo'lning xarajatini keling bir 2-3 yilda qoplab chiqarib beradi uni. Chunki u yerda ziyoratgoh hozir bo'janga Qashqadaryo, Surxondaryo uchun mamlakat bo'yicha chet mamlakatlardan ham o'zimiz bor buni ajoyib borib keldik. Shu yerlardan so'radi ko'plari. Shu Hazrat Bo degan otalarimiz, bobolarimiz gurini berardi. Hazrat Bojan degan bir tog'da ziyoratgoh bordi. Avval shuni ziyorat qilinglar. Avval shuni ziyorat qilar ekanda, keyin hajiga ziyorat kelar ekan degan gaplar bo'lardi. Ana shularni o'zimiz mana ziyorat qilib, Hazrat Bojandan undan keyin hajiga, katta hajiga borib keldik. Ana shu yerda ham bizlarga juda ko'p odamlar shu yoqlarga xalqimizga shu Ozarbayjonning atrofidagi nimalarga salom yo'llay berganlar bo'ldi. Shularda shunday aytib, shu mana o'zimizning shu arab mamlakatlari, shu tomonlardan borganlarning hammasi e'tiborda bor, lekin bizning e'tiborimizda shu o'rmon xo'jaligining o'vataq ustidagi pistalari xarob yo'q, juda xarob bo'lyapti. Uni istagan yerda nima qilib beraman. Uni hozir men shu nima deyam qo'shimcha qilaman. Rasmlar bor, rasmlarni ham tagiga taylab beramiz. Bu Tojikiston tarafida qanday imkoniyatlar qarov o'rmon xo'jaligi e'tibor, bizning Surxondaryo O'zbekiston tarafida o'rmon xo'jaligi qanchalik e'tibor, mana shundan o'zlaridan analiz qilib olaverasizlar. Endi u yerga mening nimadan iltimos qilaman. Fozil akadan ham shunga bir e'tibor qilib, shuni mening munosabatlarimni yuqoriga yetkazsa, sog'liqli odamlarga aytsa, shular shaqa bir e'tibor qilsa, shu yerga bir to'g'ri ko'z bilan qarasa, bu yerda o'rmon xo'jaligining 78 ming gektar pista maydoni, uning ichida kavrak, achchiq odam, anzir piyozi, undan tashqari qancha darvor giyohlar bor. Ulardan foydalansa hukumat ilgari zamonlarda mana biz 73-yillarda, 71-yildan boshlab ishlaganman. Ular anzir piyoziga plan bordi. Pistaga katta planlar bordi. Undan tashqari ham mana turli giyohlar terib topshiradi o'rmon xo'jaligi xodimlari. Hozir men shuni ancha o'tib oralashiraman, biranta unday plan boshqa bu tomonlar qarov yo'q, e'tibor yo'q. Shuning uchun men sizlardan Fozil akadan iltimos qilaman, mana shu to'g'rida yuqori tashkilotlarga yetkazib, mana shu tomonlarga e'tibor qaratsa, bizning o'taqda juda katta manba bor, foydalanadigan. Undan tashqari ham turli nimalar deydilar, madaniy nima deydilar, konlarda ham ochsa, shu yo'l chiqib borsa, turli mana shu kon, mana ochiq imkoniyat bor. Tog' juda katta, bag'ri keng. Shu Sho'rchidan chiqib borincha 45 kilometr, 46 kilometr. Ana shu yerlarning orasidagi tog'da endi hamma narsa bor. Uni keyin xalqqa boshqa foydasi yetadi deb o'ylayman. Yana biror fikrlaringiz qolib ketdimi? Fikrlarim endi menga shu yerda endi men o'zim arziya murojaat qilaman deb aytganda, hali qo'mitanning raisi yangi bo'ldi.
ilgarigi qo'mitaning raisiga ham bir-ikki marta Bakirga ham murojaat qilganman. Menga bir 200 gektar pista maydon bersa, shu yerda pista hosildorligini oshishini, pista hosildorligining mo'lligini, shu yerda pista maydonining 200 gektarlik ichiga kavrak o'simligini egaman, anzur piyoz o'simliklarini egaman. Ana bulardan qancha hosil olishini isbotlab bermoqchiman men. Ana shu. Ismatlaga ovchilik ham qilgan ekansiz? Ovchilik ham qilganman. Yoshligimda ovchilik ham qilganman. U paytlar hamma narsaga ruxsat bor edi, hozir taqiq yo'q edi. U paytlar shu Bog'toqqa mana shu paytlar mana Sashakaga o'xshagan o'ris birodarlarimiz ko'p edi. Mana turli millat vakillari juda ko'p edi. Men aytardim Ismat aka yuring, borib shu Bog'toqqa borib cho'chqa otib kelaylik. Kiyik otib kelaylik degan gaplar ularni borib bemalol. U paytlar 75, 76, 80-yillarga qadar edi. O qurol taqiqlangan yo'q edi. O'chsayz g'ozaydik. Borib bemalol ov qilib yoqib yurardik. Cho'chqa otib kelgan paytlarimiz bo'lgan. Kaban deb. Moskvadan kelgan xilop zavodlarga kelgan mehmonlarimiz bo'lardi Moskvadan. Shularda shu Bog'toqning cho'chqasidan mehmon qilamiz kaban bilan. Kaban otib kelib mehmon qilamiz. Bu kusni muyasak qayerdan olib kelganlaring degan joylari bor bizga. Bu Bog'toqning dik kaban deb aytganmiz mana shularda. Dik kabanlarni yedirganmiz. Hozir endi hukumat hamma tomonni tartibga oldi. Unday bir besarmulti ko'tarib yo'q, boshqa yo'q. O bo'yicha ham endi qarib qoldik. Mana 77 da bo'ldim endi. O'g'illar ham endi ha deb cho'kib ketaversa bo'lmaydi. Shu menga hozirga endi bitta shu qo'mitadan iltimosim 200 gektar yer bersam, shu tajriba qilib shu Bog'toqda pista hosillarini ko'rsatmoqchiman. Shu pista hosillarining ichida kavrak egaman. Kavrakning bolalarimni 4 ta o'g'lim bor. 4 ta o'g'lim ham masalan shunday toqqa qiziqadi. Qo'shimcha mana ishchi topamiz o'zimizdan. Borib mana shu 200 gektar yer bersa, 200 gektarda men pistaning, kavrakning, anzur piyozning nimasini qilib beraman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Nasib. Yana kelasiz-a? Ha, nasib bo'lsa kelaman. Bu endi Fedin akaning oldiga kelaveraman. Chunki men o'rmonga qiziqqan edim. O Fedinning televizorda nimalarda chiqqanini ko'rib, shu qiziqib qoldim. Shu yerda bu yerga qiziqib mana shu bugun men aytdim, Fazil aka bilan gurunlashaman. Fedin Aleksandr bilan gurunlashaman deb mana kelib mana gurunlashdik, o'tirdik, mana suhbatlashdik. Rahmat. Bog' juda go'zal ekan. Bog' chiroyli ekan. Buni faqat buni bir qandaydir bir yo'l qilib, ko'pchilik qilib vaqtda obod qilish kerak. Hali ham endi juda Xudo xolasa ekologiya vazirligi tasarrufiga o'tyapti bu joy. Endi dendrologiya parki bo'ladi. Bu o'sha Oqtepa suv omborining bo'yidagi 1,5 ming gektar deyishyapti. O'sha joy obod bo'ladi. Ya'ni boshqa mana Sashakani o'rmoniga o'xshagan yana qo'shimcha o'rmon qilinar ekanda. Obod bo'ladi. Ya'ni davlat tasarrufiga olinadi. Hech kim daxl qila olmaydi. Rahmat. Avvalo sizga rahmat. Buni siz shuni yuzaga chiqarib, shu bechorani shu musofirni shu yerdan haydalib ketgan odamni shu yerga olib qaytarib, mana sizlarni chiqarib keldingiz. Hammasi kuzatyapman men sizning onalaringizni. Rahmat sizga mana shuni qunt qilib, e'tibor qilib shu bechorani shu yuzaga chiqarib, mana uylar solib berishiga guvoh bo'ldingiz. Hozir kelgan odam viloyat ekologiyaning boshlig'imi? Yo'q, boshlig'i. Bahodir O'rinov. Qarang, mana bu odam olib kelib ketdi, mana qiziqib mana shu qancha meni ko'zimcha qancha rahbar kelib ketyapti sizning oldingizga suhbatga. Rahmat. Bu ayol kishi ilgari ekologiya bundan bir 4-5 yil oldin uni ham bilaman ayol kishini. Ro'zgul Safar va opaydan bilaman, opay bilan suhbatda bo'lganman. Sho'l Foziljon, menga ham shunday nimalarni betarlarni chiqarsangiz, menga ham shundan bir Bog'toqda Fozil aka elmaga Sashkaga o'xshab katta bir o'rmon agentligiga yetkazamiz. Yetkazing iltimos. Men o'zim ham harakat qilibman. O'zi kelyapti, salomlashadi. Qochib yuribman. Ha, kelyaptimi? Yo'q, bolalar gapiradi. Yo'q, kelmaydi. Kelmaydi. Ha, bo'simi? Ha, qo'rqmang. Qo'rqmang, Endi siz qo'rqmang qarang. Biz bormiz. Barakallah. Fozil aka bor, endi qo'rqmang. Mana Abramovga bor. Sizni himoya qiladi. Sizga qarang. Himoya orderi bor, himoya orderi. Sizga aytmagandir, himoya orderi bor. Sizda viloyat hokimi himoya qilyapti hozir. Qani kim sizga bir nima deydi? Viloyat hokimini siz nimasida turibsizlar? Sen nechi bo'layapti? Ha, молодец, rahmat. Qo'rqmay harakat qilavering. Mana biz ham endi bundan buyoqqa kelib turamiz, shunday aylanishib. Sizga hech kim tirnoqni ham tegizolmaydi, aloqada umuman. Naysa. Mayli, salomat. O'tiravering. Qo'rqmang, hech sizdan qo'rqadi. Siz mag'rurlanib qaytmay qarang, men. Oy.
Mağrularingiz buni shuncha yer obod qilib qarang, bu O'zbekistonda hech kim qilolmaydi bu yerda. Buncha qarang, buni o'rmonni qarang, buning uchun buni ishonmasdim bunda internet webda ko'rib, mana ko'zim bilan ko'rdim qarang. Bu yoqqa o'tdim, bu tomonga. Rahmat sizga, lekin shu narsani qilib 82-yilda keldingiz bu yerga. 85-yillarda 85dan bu yoq. Oho, qarang. O yog'i 40 yil. 40 yillik mehnatning samarasi. Uni sizga birovga berib qo'ydim endi. Endi hukumat nazorat etishingiz mana hozir mana qarang, viloyat ekologiya boshlig'i kelib ketyapti mana sizning oldingizga. Respublika ekologiya boshlig'ining topshirig'ini bu yerdan so'rab bajarib ketyapti. Nima deb topshiriq bo'ldi bizga? Uyni bitmadimi ko'rib ketgani keldik deb kelyapti qarang. Shunga ham mana Fozil aka e'tibor qilmay, men buni suhbatlashib o'tiribdi. Mana sal odamlarni qo'shdi bor bu yoqqa ko'rsatyapti. Rahmat shu odamga. Umr uzoq bo'lsin. Farzandlarining huzurini ko'rsin shu odam. Bu odamning men o'qiyapman faqat o yilga foydasi yetadi ekan. Ana biz shu keldik iltimos qilib shu mening ham ularni yetkazsangiz, mana menga ham shu bilan bir Og'a yana uzr. bemalol siz borib dam olavering mana endi. Biri bolalarning qani yigitlar. Qarang. Qani yana bizim bitta odamimiz. Rahmat. Murat To'qos Murat. Rahmat. Hali qarang, mo'mayam topib beradi mo'mayam. Mo'mayam qaytib keladi bular ko'rgandan keyin. Mo'ma qaytib keladi hali. Ariqlar. shu yerdamiz Aleksandr aka. Shu yerdamiz. O'tiravering. O'tiravering, charchabdi. Asab charchabdi. Suhbat uchun sizga rahmat. Agar biror fikr qolib ketgan deb o'ylasangiz, gapirsangiz bo'ladi. Fikr endi siz bilan gurlashaveramiz. Buni kamchilikda aytaveramiz, rahmat. Mana shu menga e'tibor qilib, men mana shu suhbat uyushtirganingizga rahmat. Shunday katta respublika tanimli jurnalist meni shu yerga kelib bir fit Sashkadan xabarlashgani keldim. Mana siz mening hurmatimni qilyapsiz. Rahmat sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Qo'shqanni qo'shcha qaring, farzandlaringiz huzurini ko'ring. Bizlar mana kattachiga borib keldik endi duo qilsak, balki Xudojonim duomizni qabul qilar. Kelib mana qo'shcha qarib, yelning nazaridan qolmayvering. Allohu akbar. Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling.